legendarniy Cobalt mashinasini polniy ходовойni chochib nimalar qilishimizni ish jarayonini ko'rsatadigan kuni. 120 ming kilometr yurgan ходовойni bir ko'rib bering degandi. Bunchalik ish chiqadi deb o'ylamadim. Beshafqat holatda haydalgan mashinani mashina aytsak bo'ladi. Uzilib, g'irchillab ketgan sani bloklari. Bunga 4 ta amortizator, aporalarigacha alishtirilyapti. G'altay sani blok deyiladi. Buni ham temirli bo'ladi, chiqarib tashlab, rezinkaligiga o'zgartiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun uzoq kutilgan kun. Legendarniy Cobalt mashinasini polniy ходовойni chochib nimalar qilishimizni ish jarayonini ko'rsatadigan kunimiz. Sizlarga hozir ustamiz Bahodir akam bilan bitta ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Bu Cobalt o'zgacha Cobalt, sababi atigi 22-yil ishlab chiqarilgan mashina bo'lsa ham 120 ming kilometrgina yurgan bo'lsa ham, lekin kamdan kam uchraydigan holat. Bilmayman oxirgi paytlarda shunaqa bo'lyaptimi, lekin 15, 16, 17, 18-yil Cobaltlar bunchalik darajada bo'lmasdi. Hozir yangi chiqayotgan Cobaltlarda nimagadir juda ham mana 200 ming, 300 ming, 400 ming kilometrda ketadigan narsasi allaqachon abgor holatga kelibdi. Hozir sizga bitta ko'rsatamiz qaysi holatda kelganini. Xo'p, qarang, usta Bahodir akam bilasizlar, taniysizlar. Bu Cobaltni probegini eshitib, uncha joyi sog' bo'lsa kerak, yengil birpasda qilib qo'yamiz deb o'ylaganmidingiz? Nima deb bo'lgansiz? Eslasiz, 400 ming, 500 ming qo'yilgan Cobaltlarni ham qo'yganmiz. O'shanda ходовой qilingan. 120 ming kilometr yurgan ходовойni bir ko'rib bering degandi. Bunchalik ish chiqadi deb o'ylamadim men. Aytishdi, faqat minilgan deyishdi xolos, ammo buni. Haqiqatan ham ana shafqatsizlarcha, beshafqat holatda haydalgan mashinani mashina aytsak bo'ladi. Shuning uchun sizlarga YouTube'ga muhrlashga harakat qildik. Bitta ko'rishingiz mumkin, bitta avzor qilib beraylik. Endi nimalarni ketib, nimalar qo'yyapmiz. Ustamiz tillaridan bitta eshitinglar. Egasi aytmoqchi, haqiqatda hech nimasiga tegilmagan ekan bu mashinani. Ko'rishingiz mumkin. 400-500 ming kilometr xizmat qiladigan, mana bag'dan olib ko'rsatsangiz, sani bloklari yirtilib, uzilib ketgan. Mana ichki tomonini ko'rsatingda mana. Mana men ochyapman mana. Uzilib, g'irchillab ketgan sani bloklari. Hech nimasini tegilmagan ekan. Bunga qilinayotgan ishlarimiz mashinada borki, jamiki sani bloklarni alishtirilyapti. Bunga 4 ta amortizator, aporalarigacha alishtirilyapti. Ideal holatda chiqadi, xudo xolasa, chiroyli qilib, xudo xolasa qilib beryapmiz. Yana qo'shimcha ishlari, bu yerda g'altay sani blogi bo'ladi. Ustalar tilida g'altay sani blok deyiladi. Buni ham temirli bo'ladi, chiqarib tashlab, rezinkaligiga o'zgartiryapmiz. Bu ham mashinani yumshashiga katta ahamiyat beradi. Qadrli akalar, shopir akalar, xo'p, ustamizni tilidan hammasini eshitdilar, o'zining og'zidan. Ular bunaqa holat bo'lib turadi, lekin kamdan kam bo'ladi. Hozir juda ko'pchilik sizga o'xshab mashinasini ayab, avaylab, doimo vaqtida qarab ko'rsatib turishadi. Endi kimdir o'zi qildirib oladi, o'zi qiladi. Bunaqa holatda mashinasini to'xtamasdan mana faqat yursa bo'ldi haydaydiganlar shunaqa holatda ko'p bo'ladi, lekin u ham shopirda o'zi emas, mashinasi tushunadigan bitta birodar qadrdonidan yuborib yuborgan. Qara mashinasini minib ko'rsa juda ham abgor holatga kelib qolibdi-yu, avarinli deb turib, mana bizga jo'natib yuborishdi. Shuni sizlarga chiroyli qilib, sizniki ham shunaqa holatga yetib qolmaganmi, mabodo shunaqa holatga tushib qoladigan bo'lsa, nimalar qilish kerakligini bir qisqacha obzorini ko'rsatishga harakat qildik. Servisimizda bilasizlar, bizda ikkita servis bor Farg'onada. Bu kichikroq servisimiz, ikkinchi servisimiz kattaroq. Hatto ancha ishlar qilamiz, hattodan ham ish jarayonlarimizni qo'yib boramiz. Profilga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu qisqa bitta o'zim ham tushuntirib gapirib qo'ysam, amortizator temasi to'g'risida ko'pchilik amortizatorda o'zi bilan ходовой bo'ladi deb o'ylaydi, lekin mana shuncha detallar borligini sizlarga ko'rsataylik dedik. Bu to'rtta amortizatorni ko'pchilik qo'ysam ham o'zgarmadi deydiganlar borda baribir. Oddiy mana shu sani bo'lay detalni ham almashtirish uchun o'zini zapchasti narxi unaqa qimmat bo'lmasa ham mana shuncha vaqt ketadi, shuncha xarajat ketadi, to'kurga borish kerak, shuna narsalar. Xullas legendarniy Cobalt mashinasi o'ta pishiq, o'ta mahkam, mustahkam mashina bo'lganligi uchun ko'pchilik bee'tibor qarab haydab yuboradi-da. Imkoni boricha hozir ehtiyot qilishimiz kerak bo'ladi, bilasizlar. Mashinani qanchalik avaylab ehtiyot qilsangiz, shunchalik yuradi. Shu to'g'risida bitta Gentra bilan farqini tushuntirib yuboraylik. Mana qarang. Operator bitta ko'rsatingda. Cobalt mashinasi mana orqasi mana bunaqa chulokli balka, ya'ni bitta palajenada turadigan, o'qda turadigan ikkita balon, Gentra'nikining farqi. Gentra'nikining farqida ko'ryapsizmi? Nezalisning patreskani bu mana. Eski, oddiy, sodda ko'rinishi. Hozirgilar alohida ko'p binoga rechayni chiqqan, men binoga rechayni, lekin oddiy ko'rinishda. Biz mana shuni mes ходовой qilib beryapmiz mana. Ko'rishingiz mumkin. Rechaylarni olamiz, shuni o'zgartiramiz. Buni nalajini qilib qo'yib yuboramiz. Xullas
qisqacha obzorimiz sizlarga ma'qul keldi deb o'ylayman. Albatta like bosib, yaqinlarga ulashib, bizni kuzatishda davom etsalaring va nima haqida yana ko'proq batafsilroq videolar qilishimizni xohlasalaring kommentariyaga yozib qoldiringlar. Salomat bo'linglar.